Hozirgi kunda onlayn savdo bilan bog'liq firibgarlik holatlari ortib borayotgani hech birimizga sir emas. Jumladan, Qoraqalpog'iston Respublikasida ham mana shunday jinoyatlar aniqlanmoqda. Bank kartalari orqali amalga oshirilayotgan firibgarliklar fuqarolarga sezilarli darajada moddiy zarar yetkazmoqda. Bunday holatlarning oldini olish maqsadida ichki ishlar organlari tomonidan keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Ularning navbatdagisi Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borildi va bank kartalari bilan bog'liq firibgarlik jinoyati fosh etildi. Unga ko'ra, Taxiatosh tumanida yashovchi fuqaro Telegram ijtimoiy tarmog'idagi Arzon Shop nomli akkaunt bilan kiyim-kechak xarid qilish maqsadida yozishgan. Ammo uning ishonchi suiiste'mol qilinib, 2025-yilning 3 va 4 noyabr kunlari jami 8 million 200 ming so'm pul mablag'i boshqa shaxsning bank kartasiga o'tkazib olingan. Ushbu holat yuzasidan ichki ishlar organlari tomonidan 2025-yil 15 noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tezkor qidiruv va texnik chora-tadbirlar natijasida aybga gumon qilinuvchi shaxs aniqlandi. Unga ko'ra, gumonlanuvchi Qoraqalpog'iston Respublikasi Amudaryo tumanida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan N.D. ismli shaxs ushbu jinoyatni sodir etganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etmoqda. Ichki ishlar organlari fuqarolarni noma'lum internet sahifalari orqali tovar yoki xizmat xaridi paytida ehtiyot bo'lishga, shaxsiy va bank kartalariga oid ma'lumotlarni begona shaxslarga taqdim etmaslikka chaqiradi.